Assalomu alaykum. Sizlar bilan Me'mor kanali. Bugun sizlarga 3.9 sotik yerga loyihalashtirilgan bir qavatli zamonaviy uy loyihasini qisqacha tanishtirib o'taman. Demak, uyimiz eniga 13.4 metr va uzunligi 29.3 metr bo'lgan joyga loyihalashtirilgan. Bu uyimizda ikkita mehmonxona mavjud. Shuningdek, ikkita kattalar yotoqxonasi va ikkita bolalar xonasi joylashtirilgan. Xonalar qulay rejalashtirilgan va bir-biriga xalaqit bermaydigan tarzda joylashtirilgan. Uyimizda bitta ichki sanuzel va bitta tashqi sanuzel mavjud. Bu esa uy egalari va mehmonlar uchun qo'shimcha qulaylik yaratadi. Oshxona funksional tarzda joylashtirilgan va undan tashqaridagi yozgi oshxonaga, ya'ni letniy kuxnyaga to'g'ridan-to'g'ri chiqish imkoniyati mavjud. Ushbu loyiha uy egalarining xohish va istaklaridan kelib chiqqan holda loyihalashtirilgan. Agar sizga loyihamiz yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Va video yakunida sizlar uyning fasad, ya'ni tashqi dizayn ko'rinishlari bilan tanishishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.